Nahotki bitta massaj bolani kelajagiga ta'sir qilsa? Bitta massaj desam, noto'g'ri qilingan massaj bolani nomuvaffaqiyatga olib kelib qo'yishi mumkin. Bilasizmi, bu gaplarni nima uchun gapirmayman? Aynan qo'limdagi rentgen sabab bo'ldi bunga. O'zbekistonda tajribali massaj markazlari faqatgina mana emas, mendan ham juda ko'p, juda yaxshi tajribali massaj markazlari bor. To'g'ri, biz sanoqlimiz. Aynan displaziya bilan kasallangan bolalarda FK qilish mumkin holatlari bor, emas bo'lgan holatlari bor. O'shaning uchun ortoped vrachlarimiz aytishadiki, shinani yechib qolasan, shinani yechmasdan massaj qilishsin deb tayinlashsa ham ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi endi o'rganib chiqqan massajist yoki hamkasblarimiz o'qimasdan turib yoki ularga noto'g'ri o'rgatilgani sababli bolalarni oyog'ini chiqishga moyligi bo'lgan bolaning oyog'ini chiqarib qo'yishyapti. Ya'ni 100% vivih, ya'ni chiqishga olib kelib berishyapti. Va buni oqibatida bolajonlarning oyog'ida kalta uzunlik yuzaga kelyapti. Kattaroq bo'lganda jiddiy alomatlarga olib kelyapti. Operatsion holatlari ham ko'p kuzatilmoqda. Shuning uchun massaj markazi tanlayotganingizda uni tajribasi, stajlariga ham ahamiyatli bo'ling. Ha, yana bitta narsa, ko'pincha onajonlarni bizning massaj sentrimizga kelayotgan paytida bolalarning displaziyasini o'z vaqtida davolamagani uchun jiddiy alomatlarga ham olib kelmoqda. Bu yerda faqat massajistga hamkasblar emas, ba'zida onajonlarning o'zi ham beparvo bo'lishadi. Ya'ni displaziyadan so'ng yaxshilab tuzaldimi, yo'qmi deb qayta ortoped ko'rigiga borishmaydi, qayta rentgen qilishmaydi. Bahonaligi rentgen zarar. Rentgenni zarari unaqa kuchli emas. Rentgendan ham ko'proq zarar reytingmi? Displaziya kasalligini o'z vaqtida davolanmaganligi.